Hurmatli obunachilar, hozir yo'qolib ketayotgan Jernisi 5-502 chiqadigan ashirskiy parodalarimiz yetib keldi. Toshkent viloyati, Toshkent tumani Hojota mahallasi Jasurbek ukamizning fermasida. Hozirgi kunda Yevropa davlatlaridan olib kirib kelish masalasi juda dolzarb. Yo'q, yo'llarimiz yopiq. O'sha sababli mana hozir Rossiya davlatlaridan yosh tadbirkor va yosh biznesmen hozirgi kunda nomer 1 desam ham bo'ladi. Ukamizda mana do'stim, bizda hozir assortimentda nima bor? Assalomu alaykum. Salom. Galishten friz, ashur pilmilnoy, Galishtenni o'zi. To'r mashina, xos to'r mashina olimiz keldi, eshigimiz ochiq. Qani, eng arzoni nechi pul, eng patologiyacha dona bayiga qanaqa yoki optimiga? 40 milliondan 50 milliongacha molimiz bor. Dona bayiga. Ayshiriskini 55 ta faraz qiling, 55 tani bitta odam olsa nechi puldan quyusiz? Aka hozircha mana shunaqa gap aytsam, noto'g'ri ma'lumot bo'lib qolyapti. Sabab mana bugun hozir 55 tamiz bor. 1 soatdan keyin uje yo'qdi. Shu uchun mana narxini aytdik, 40 milliondan 50 milliongacha 20 ta olsa boshqacha narx, 10 ta olsa boshqa uje azgina pasayadi. Pasayadi. Men donalab aytdim hozir. Donalab aytdim. Uje ob'yom olsa narx sekin tushib boraveradi. Mana do'stlar, 97lik 316 11 11 raqami Telegram dichkalariga, Jasurbekga bevosita qo'ng'iroq qilsangiz, bizning buxgalterimizda bor. Ular beradilar o'zlari. Cho'chimasdan Telegram orqali gaplashishingiz mumkin. Zakatsizni kutib qolamiz.